Qilig'i rangidan ham sovuq, kirmishi bog'lar bo'ladi bilasizlarmi? O'ta qo'pol hazil qiladigan bog'lar bo'ladi-yu. Bizda ham borda shunaqasi, bular o'ylashmaydi ham. Bu ushlash bo'lsa nima bo'lar ekan bu qilgan hazilimga deyish ham yo'q, tushunyapsizlar? Hayotda baqateratadan topishib olgan. Bir baxtsiz hodisa bilan ham yuz kelmaydi bu bog'lar. Bir mashina urib ketib, koronavirus ham kelib, bu bolaga tegish mayli, mana shu bolani hurmati mahallasida ham bitta koronavirus bo'lmadi. Umuman unaqa narsaga uchramaydi. Hozir ham bitta qo'pol hazil qilgan. Bitta oshnamizga qiz bola akani ochib 3 oy gaplashdi. 3 oy. Tasavvur qilinglar, 3 oy ham gaplashamiz. Panetlar qildirgan uning ichida. Muborak chorshanba tongida haqiqat qaror topib qopti, endi ona bola o'tiribdi siqilib. Depressiya, odam depressiyada turganda nima siqilyapsan desa ayta olmaydigan xuddi shunday qo'lar ekan. Xiyonatda odam deb tasavvur qilsanglar, buni xiyonati bir ayasi yo'q, tushunyapsizlar? Chunki bu ayta olmaydi, qizini tashlab ketdi olmaydi. Buni qizi bola tashlab ketmagan. Ko'zi qip-qizil qonga to'lib qolgan o'tiribdi. Qayrag'ashdan qamchi qilar, ash qo'shiq eshityapti. Qanday unut? Yo'q, eshita olmaydi qo'shiqlarni.